Mana o'sha Sharsharaga keldim. Voy, go'zalligini qaranglar. Bu joyda 12 burum deyilar ekan. Qanaqa burilishlar qilgan odamlar yog'ochlar qo'yib tagiga. Ustidan toshlar qo'yib. Bu yoqqa kelib xato qildimikin, Sadri deydi. O'rmonning ichi o'rmon. Boshi dahshat zo'r. O'zi bir tomondan boradi, ketib yorgan kelyapti. Rosa shuncha joydan bosib keldi. O tova ko'rinib qoldi. Vaqti gapirmadi. Yana qishlab olsam bilmadim deb ketdi. Qayerga ketayotganini bilmayman, lekin ketyapman. Mana shu daravoylar, bu dara oralab Instagramda rosa mashhur bo'ldi-yu, kelin-kuyovlar. Tog'lik oddiy to'y qilishgan. Men o'shim ozgina bosim bilan o'chiring videoni korotchi. Kim ruxsat deyapti. O'shim ancha melisalar savol qiladi, doproslar, xuddi shunaqa narsalar bo'ldi. O'chirdimda, akalar salomat bo'linglar, to'yni yaxshi o'tkazinglar deb meni kutib olgan odam u yerda ko'rinmay qoldi. Ishi bilan qaqadir sudib o'tdi shekilli, indamay chiqib keldi. Ana yo'lni ko'ryapsizlarmi tepaga? Shu yoqqa chiqaman ekan hozir. Qaranglar, tepada odam ko'p ekan, qishloq bor ekan. Tamaddi qilib olaman, biron sey olaman, soatam bilman to'g'ri oldimi. Qaytib yetib olishim kerak, lekin qorong'i tushguncha. Qishloq juda tepalikda ekan. Qaranglar. Va nihoyat shipir ko'rindi. Va nihoyat qishloqqa kirib kelyapman. Go'zallikni qaranglar. Soylarni qaranglar. Buni to'g'ri qabul qilmayman, chunki hamma joyda odamlar har xil. Meni majburan emas quchoq ochib kutib olishga. Do'stlar, Qashqadaryo viloyatini Yakkabog' tumanini ajoyib joyiga ketyapman. Buni xudo xolasa sizlar bilan birga o'zimizga kashf qilamiz. Bu atrofdagilar juda yaxshi biladi. Internetda ham ba'zi ma'lumotlar bor bu haqda, bu qishloq haqida, lekin to'laligicha ma'lumotlarni topa olmadim. Aytishlari bo'yicha Yevropaning eng zo'r joylaridan ham zo'r joylar deyapti. O'zi qishloqqa ko'tarilib kelguncha hozir salkam 30 kilometr, 40 kilometr yurgan bo'lsam tumandan. Juda ajoyib joylardan kirib kelyapman. Tatar bu tomonga ekan hozir. Lekin biz Dara degan tomoniga yuramiz bu yoqqa, chunki tatarlik bir akamiz bizni bu yoqda bir marosim bo'layotgan, o'shada kutyapti. U akani olib yurishda davom etamiz. Bu yerda sharsharalar, daryolar, to'liq oqadigan suvlar, qisqasi ajoyib manzaralar bor. Videoga boshdan like bosinglar, izoh yozinglar. Tatar haqida ma'lumotga egamizlar yoki ko'rib xursand bo'ldinglarmi? Chunki bu qishloqda odamlar sizlar yozgan izohlarni o'qiydi. Endi obuna bo'lishni ham unutmanglar, chunki ko'ryapsizlar, davomiy ko'ryapsizlar. Demak, sizlarga videolar yoqyapti. Kelajakda ham sizlar uchun mana shunaqa videolar qilishni davom etaman. Damas chiqyapti. Dara degan tomonga yuryapmiz. Ajoyib boshlandi bu yerlar, daraxtlar, bu tomon tog'lar. Buni qaranglar. Go'zallikmi? Bilasizlar, men sekin-sekin boshlab avjini o'rtasidan kelgan ko'rsataman. Ko'rib boraveringlar, xudo xolasa avj keladi-yu, deysizlar. Hali shasharalar ko'ramiz. 7-8 maktabda. Biz yo'lda yoshlar bilan ko'rishib qoldik. Baxtiyor akani jiyanlari ekan, men borgan joyga ketayotgan ekan. Kakras olib ketyapman bularni. Bu maktab-a? Bu narigi nima edi? Buncha maktab. Ha, yangi binosi. Suvli soy tugadi hozir, ha? Ha, bu yerdan dara boshlanadi. Kalta qo'l. Bu tomonga kalta qo'l ekan. Bu qaranglar, hali Namanganda Nanayda eslataveradi ekan. Arslon bo'pti, Qirg'izistondagi. Buni qaranglar, dam oladigan joylar ham bor ekan. O, bizni ko'chma do'konimizdan qo'yishibdi bu yerga.
soyda qaranglar, suv oqishini. Daryo deydimi, soy deydimi bu yerda? Usta vodiyda soy deyishadi bunaqa joylarda. Qaranglar. Ozgina yoqimsiz holat bo'ldi. Tushunmovchilik hamda bo'lmaydi buni, tushunarli narsa edi. Bu Dara degan qishloqqa shu yerdan ikkita bolani olib ketdim. Biz mana siz bor ekan joyga ketyapmiz dedi. Men kutib oladigan odam shu yerda edi. To'yga kelayotganim ham yo'q edi o'zi aslida. To'y bo'layotgan maslahat to'yi. Kutib olgan odam chiqdi, Dara degan qishloqda. Birinchi borganimda endi shaharda qanday e'tibor qilinadi odamlarga, xuddi shunaqa bee'tiborli bo'ldi. Buni to'g'ri qabul qilmayman, chunki hamma joyda odamlar har xil. Meni majburan emas quchoq ochib kutib olishga. Keyin aytgan odamni chaqirib chiqishdi ichkaridan. Keyin so'radim, men videoga olaman akalar dedim. Bo'ldi gap yo'q dedi. Videoga oldim, akalar yaxshimisizlar deb men keldim deb video boshladim. Keyin nima bo'lyapti bu, qanday marosim? Shunday marosim deyildi. Keyin ichkariga taklif qilishdi, yuring dishdi, hovlida, daraxtlar tagida, chiroyli joylar. To'y marosim boshlanyapti. Keyin ichkaridan videoga olsam bo'larmikin deb so'rasam, bo'ladi shodi 3 kishi edik. Bittasini aka bir so'rab bering oldim. Xo'p desa, boraman videoga olib deb. Bordi, kelavringlar dedi, videoga olib bordim. Qozonni oldim, go'sht bosishayotgan ekan. Keyin endi ayollarni olmayman, odatda hovlilarni, bu yoqlarni oldim. Keyin turdim, bir oqsoqol kelib, videoni o'chirib tashlang, olmayman dedi, kerak emas dedi. Bo'ldi dedim, endi rozizligisiz internetga qo'yib bo'lmaydi, o'chirdim uni. O'chirgandan keyin yana bir odam kelib, kayfiyat yaxshi emas odamlarda, bilmadim, meni hisobiga kayfiyat yaxshi emas. Xuddi begonadek, bir dushmandek o'zimni his qilib turdim o'zi. Borgan paytimdan boshlab, keyin o'shim ozgina bosim bilan o'chiring videoni korotchi. Kim ruxsat deyapti. O'shim ancha melisalar savol qiladi, doproslar, xuddi shunaqa narsalar bo'ldi. O'chirdimda, akalar salomat bo'linglar, to'yni yaxshi o'tkazinglar deb, meni kutib olgan odam u yerda ko'rinmay qoldi. Ishi bilan qayerdir o'tib shekilli, indamay chiqib kelaverdim. Endi Daraga o'tmayman qisqasi. Bunaqa dam olish zonalari bor, klientlar ko'payib ketgan joylar bo'ladi-yu. Bunaqa joylarda bir begona odam kelsa, xuddi klientdek qabul qilinadi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak, chunki kelgan har bitta odamga bir piyola choy qo'yib yoki bir 2 soat vaqtini ajratmaydi-yu hamma. Shunaqa joylarda odatda juda ham bee'tibor bo'ladi. Agar siz pul bermasangiz, joy olmasangiz, misol so'risdan, dachasidan foydalanmasangiz, o'tda bir tiyindek qaraladi. Chunki o'zim kira qilgan paytimda hozir yo'l-yo'laka libo odamni olib ketaman. Hozir ham o'sha turgan joyimdan mashaqa kelguncha Yakkabog' markaziga ketayotgan ikkita bir ayol bilan bir bola turgan ekan, ularni olib oldim, kampir bilan. Olib ketdim ularni. Avvallari kira qilgan paytlarimda ko'zga ko'ringan har qanday odam bir savob uchun odam emas, yo bir tanish bilish emas, pul ko'rinardi. Agar menga 500 so'm, 1000 so'm bermasa, u odamni oygim kelmas. Chunki men kira qilardim, kirani orqasidan tirikchilik qilardim. Bunaqa joylarda ham xuddi shunday bo'ladi. Agar siz kelsangiz, u begona bo'lsangiz, xuddi Amerikadan kelmaysizmi, Afrikadan kelmaysizmi, agar siz o'sha 100 ming so'm, 200 ming so'mga tapchani olmaydigan bo'lsangiz, xuddi siz o'tkazib yuboradi, siz o'tib boshqasidan oladigan odamdek ko'rinasiz. Shuning uchun bu narsani to'g'ri qabul qildim. Hamma meni majbur emas, addushi yurakdan qabul qilishga. Lekin shunaqa odamlar ham uchrab qoladi, yordam berishadi, qishlog'ini ko'rsatishga, ma'lumotlar berishga yordam berishadi. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Ozgina kayfiyat yaxshi emas. Meni kutib olgan odam akaga ham xayr qilmasdan, endi uzr videoni ko'rib qolsa to'g'ri qabul qiladi. Kayfiyatim buzilib qoldi. U yerdan chiqib endi boshqa Tatar qishlog'ini o'ziga boraman. Bu yerda bilmayman nimalar bo'ladi. Kuzatib turaveringlarchi. O'zi bir tomondan boradi, ketib yorgan kelyapti. Rosa shuncha joydan bosib keldim. Bo'lib ham Yakkabog'da eng mashhur, hamma joyda ko'rsatmasa ham bu yerda ko'rsatish shart bo'lgan joylari bo'lgani uchun kirgim kelyapti. Hatto videogim ham yo'q, chunki avvalgidek kayfiyat bilan video olmasam kerak. Tatar qishlog'iga kirib kelyapman. Endi bu yerdan iloji boricha baribir chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Endi qishloq hayotini bilmadim, yorita olaman yoki yo'q. Shar-sharalari, soylari mana bundek. Umumiy qishloq ko'rinishini ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'raveringlar endi, maktablar ham qo'llab-quvvatlanglar.
O'ylaymanki, bu yog'i yaxshi ko'rinadi, yaxshi birorta odam topamiz. Ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga baribir. Ammo anchagina tepaliklarga ko'tariladigan joylar ekan. Betlar, magazinlar bor ekan. Yo'llar asfalt lekin. Qayga tekani bilmayman-chi. Sharcharasi qayerda ekan endi? Shunaqasi ham bo'lib turadi. U muammo emas u. Lekin juda go'zal joylar, salqin joylar. Hozir bir yigitdan so'radim, mashinaga tekan ekan. Shu tomondan borsa ham bo'ladi. O'zasidan daryo bilan Sharcharaga oson ekanmi? Sharcharaga ketyapman endi. Sharchara shu yoqda ekan. Bu yoq endi yarim yo'lga kelib qolibsiz, bu yoq bilan boravering dedi, tushuntirib yubordi. Dacha-pacha kerak bo'lsa, to'p beraman dedi, dacha menga shart emas dedim. Biz borib qaytaman deb videolar qilaman. O'rmonni ichi, o'rmon. Voshi dahshat zo'r. Menimcha magazinga keldim. Uzun so'rab qo'yaman. Ruscha so'zlar ham aralashib ketib qo'yadi. Qonimga singib ketgan-ku. Вообще degan gaplar bo'ladi-yu. Shundan uzr so'rab qo'yaman. O stadion ham bor ekan bu yerda. Ikkita mashina kelib qolsa nima qilamiz ekan qarama-qarshidan? Bu ikkinchi darvozasi. Ikkinchi darvozadan to'g'ri borsam Sharcharaga yaqin qolaman ekan, peshkom ekan u yog'iga keyin. Aylanib chiqib yana shu daradan chiqyapman, to'y bo'layotgan joydan o'tib ketyapman ekan. Shu orqa tomondan qaytib o'tibman-da. Bu yerda katta yo'l o'lyapti ekan. Surxondaryodan va shu tog'lar orasida yangi yo'l olib chiqilyapti ekan. Oldin 5-600 metr bilan borilgan bo'lsa, omonxona bir joylarga 80 kilometr bilan kezib chiqadigan yo'l bo'ladi ekan. Yaqin yo'l bo'ladi, yangi yo'l bo'ladi. Tog'larni haybatini qaranglar. Juda katta. O, mayda ham bor ekan ko'chma do'kon. Biz boshqa ko'chma do'kon quramiz. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Farg'ona, Samarqandda filialimiz bor. O'zbekistonda birinchi biz boshlaganmiz ko'chma do'konni. 600 ga yaqin, 600 oshib ketgan shekilli mijozlarimiz O'zbekiston bo'yicha. Lekin bizda qimmat 50-60 yil kamida xizmat qiladigan qilamiz. Yo'l qurilayotgani hisobiga yo'llar bek ekan. Lekin malades Mashhaddan yo'l ochib ekanmiz tog' orasidan 80 kilometr. Bu yerga piyoda borilar ekan. Soyni qaranglar. Daryo, soy. Yirmi minutdan beri yurib kelyapman. Shu yerlargacha yo'l ochilyapti ekan o'zi. Toshlar ko'chish xavfi bo'lgani uchun yo'lni mashinalarga bekitib qo'yibdilar. Menimcha. Qo'ydan o'sha to'xtaydi. Ochilgan odatda mashina, odam yurgani, eshak yurgani, ot yurgani yo'l qoladi xolos. Soyni qaranglar suvda. Juda ham tiniq. Tushaymi yoniga? So'tmoq yo'l boshlandi. Menimcha bu yerda ham qishloq bo'lsa kerak. Suvni vahimasini qaranglar. Shu yerda ozgina dam olaman, sizlar ham dam olinglar ozgina.
Instagramda rosa mashhur bo'ldi-yu, kelin-kuyovlar. Tog'lik oddiy to'y qilishgan. Kuyov bola sportikalarda, oddiy kiyimlarda. Kelin-kuyovlar, to'yga kelgan odamlar ketyapti, mana shu joydan o'tishgan. Adashmasam shu yerdan. Chunki shu yoqlarda bo'lganida shu to'y edishdi. Menimcha shu yerlardan o'tib ketishganda. Yo'lni qaranglar, hashaylab berishgan ekan betlarga. Kengaytirish uchun. Sharsharas qayerda ekan endi? Qachon boramiz ekan? Mana o'sha sharsharaga keldim. Voy, go'zalligini qaranglar buni. Arziydi kelishga. Go'zalligini qaranglar buni. Bu yoqqa bir ko'nglim bor deyapti. Yana nimadir bor, qishloqlar bor, balki manzaralar bor deyapti. Oyog'im tortmayapti. Sizlar yonimda bo'lsalar nima maqsad bergan bo'lardilar? Mana shu yo'ldan dalishcha keyingi balki qishloqlarga, balki manzillarga borishni tavsiya qilgan bo'larmidilar, yonimda bo'lsalar, maslahat bergan bo'larmidilar? Yozinglar. Azizlar, ko'ringlar, kayfiyat ko'taradigan manzara. Juda ham go'zal, bu tomonlarni chekayni qaranglar. Juda yuqori, juda baland. Tog'a ko'rinib qoldi. Vaqtcha gapirmadi. Yana qishloq borsan bilmadim deb ketdi. Kimga ko'chma binolar, afrem uylar, shalashal uchburchak uylar bo'ladi-yu, yoki g'ildirak ustidagi uylar, dom nakal yo'sa, karvon kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Shu narsalarni biz tayyorlaymiz. Afrem uylarda O'zbekiston bo'yicha borib qurib berishni xizmatini taklifini beramiz. Qandaydir kayfiyat yaxshi emas baribir odamlar. Nimani ta'siri bilmayman lekin. Bu yoqqa kelib xato qildimikin, sadri deydi-yu. Mayli boraverchi. Lekin qishloqqa bormayman. Bu yoqqa bormayman, prostoyatlarni ko'ramiz hozir. Soylarni qaranglar, go'zalligi. Bunaqa zinalar qilingan ekan, tushgan. Qayerga ketayotganimni bilmayman, lekin ketyapman. Mana shu dara oralab boraverchi bir gap bo'lar. Qiziqyapman. Necha kilometrdan keyin nima borligini bilmayman ama. Atak 5-6 kilometr yurib qo'ydim mashinamni qo'ygandan keyin. Tepalikka ham chiqiladi ekan endi. Juda charchadim, peshqon yurib. Zo'ra ko'tarib oldim. Soy bo'yidan. Soy qancha pastda qoldi? Soy bo'yidan ko'tarildim. Nima borligini bilmayman hali. Ketaverchi. Qorin juda ochdi. Birorta magazin bo'lsa kerak. Non olib qorin to'qlab olaman. Mayli, topib boraman sharini borligini. Qiziq. Menimcha sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Bu yo'ldan odamlar borib qanday yashaydi? Odamlar bilan suhbat qilmayman-ku. Просто ko'rsatib qaytaman qishloqni.
Yo'l tugamayapti. Yo'l tugamayapti. Tepalikka chiqasan, pastga tushasan. Ana yo'lni ko'ryapsizlarmi tepaga? Shu yoqqa chiqaman ekan hozir. Yaqinga o'xshayapti, u ham ancha bor, 10 minutlik yo'l ashitgacha. Kamida. Sizlarga ham achingan paytlar bo'ladimi? Shu ishni bekor qilibman. Yoki shu joyga bekor boribman degan. Bu yerdan ko'prikdan o'tib olamiz ekan. Hozir o yerda yo'l ikkiga ayrilib ketdi. Bitta yo'l pastga tushib ketdi. Men tepaga chiqib ketyapman. Lekin qaysi biri qayerga boradi bilmayman. Eng qizig'i o tog'da texnika ham turibdi. Tavakkal endi. Ammo juda badiyom ekan, tepa ekan. Hozir tepalab ketaveraman ekan, shu yo'llarda. Hali pastda ayrilgan yo'l xo'na. Yonda ko'prik ham bor ekan, ko'prikdan o'tib borganda o yerda uymi nimadir bor ekan. Menimcha odam yashaydigan joy bo'lsa kerak. Qaysi biri to'g'ri yo'l ekan bilmadim. Go'zallikni qaranglar. Soylarni qaranglar. Qashqadaryo shunaqa chiroyli ekanda. Bu yoqda texnikalar ishlayapti, yo'l ochayotganlar bo'lsa kerak. Biz esa oldiga qarab yuramiz. Zaryatim ham ozayib ketyapti. Power vaqt olmayapman-da. Qolib ketaman deb o'ylamadim. Va nihoyat shipir ko'rindi. O'lib qolay dedim. Bu shipirni qanday olib chiqishgan ekan u yerga? Svet bormikan, internet, telefon ishlarmikan? Qiziq bo'lsa kuzatinglar. Hali pastda uy bor ekan dedim-u. Ona, bosh aylanyapti. Bosh aylanyapti. Kim bu yoqda ham bitta uy bor ekan. Ana shipir. Ham bor ekan mana. 1 soatda yetib borsam kerak ekan. Voy malades. Qo'shnin chaqirib chiq desa, ertaman chiqib ketar ekanda chaqirgan. Qaranglar, tepada odam ko'p ekan, qishloq bor ekan. Ko'rinyaptimi? Qoyil ekan. Qanday yo'l bor ekan bu yerga, uylar qurgan, material olib chiqqan. Haligi daryo qolib ketdi orqada. Qarasa ko'tarildik. Bu yoqda suv bilmadim, ozroq ekan menimcha. O'lgidek chanqadim, o'lgidek. 1 soat suv chiqmasa yo'limdan o'lim netib qolardim. Mazza suvlar. Ammo juda azob ekan tepaga ko'tarishchi, buni tog'da yurmagan odamga. Buloq suv. Bitta mostdan o'tyapmiz. Go'zalligi va nihoyat qishloqqa kirib kelyapman. Yo'da o'zi pastlikda yetib kelganimni prosta devor qilingan ekan, mana bu toshdan. Aylanib o'tdim, juda qiyin ekan, azob. Bu yoqdan menimcha bu naryoqlarga ketsa kerak mahallani. Lekin men yerda ham yo'l turibdi, shaqa yursammikin deyapman, uyga chekib ketib qolmasa bo'ldi. Yetib keldim oxiri. Birinchi uy. Tatar MFY Zarmast qishlog'i Nurota ko'chasi ekan. Shaboda zo'r, salqin ekan, havo zo'r.
O tepalarga chiqib tepa. O'ryaga qiynalib ketdim. Ko'chada hech kim ham yo'q. Hamma dam olyapti. Hozir bu yerda bir ayol ko'rinib qoldi. Erkak kishi bormi desam bor dedi, akalar chiqdi. Suv bering dedim, suv ichdim maza qilib. 2 kurushga muzdek. 1 soat gaplashib qolibmiz. Bu yerda 80 ga yaqin xo'jalik bor ekan, svet kelgan ekan. Yo'lab mashina yuradigan yo'l Qamash tumanining Maydanak degan hududidan kirib kelinlar ekan. Langarota, undan keyin Maydanak. O, nari Zarmas qishloq ekan o'zi bu yer. Nurota ko'chasi deb yozib qo'yibdi, Zarmas deyapti. Pastda nari ko'rganlarimiz Voriy qishlog'i ekan. U qayerlarda ham Voriyni ko'rganman. Nishon. Yo'q, nishonda emas. Kasbida ko'rdimmikan, keyin u yerda Toshqo'rg'on degan Amir Temur g'ori bor deyapti. Toshqo'rg'onda odamlarni ko'chirib olgan ekan 2001-yilda adashmasam. Odamlarni ko'chirib kasbiga olib ketgan ekan. Bu yerlar qanday vayda hududda bo'lgan ekan, hech kim yo'q deyapti hozir. Qaytib kelsa zo'r bo'lardi, qishlog'imizga kelolmayapmiz deyapti. Otam deydi, kasbida yashab o'lgan. O'lsa mashaqqa bor deb armonda o'lib ketdi, olib kelaman deydi. Shunaqa qishloq haqida shunaqa bo'ldi. Endi bu safar kayfiyatsiz boshlanuvdi, kayfiyatsiz menimcha tugaydi video ham. Zo'r bo'lmadi. 9 kilometr yurib chiqibman odatchilar bo'yicha mashinani qo'ygan joydan. Tatar qishlog'idan tepaga 9 kilometr yuribman. Azob. O'tovchi ketyapti. Lepkillar. Hozir mana shu chiqqan ko'chamdan birinchi uydan. Naradan chiqqandan keyin magazin bor ekan, ikkita kichkina. Bu yoqlarda yo'q ekan. Qorin juda ham ochdi. Shuning uchun nariyoqlarda aylangani kuchim qolmadi. To'g'risi, endi magazinga borib, material olib, ortga qaytaman. Shu tomonda magazin bor ekan. Hozir tamaddi qilib olaman, biron yeb olaman. Soat ham bilman, to'g'ri oldimi. Qaytib yetib olishim kerak, lekin qorong'i tushguncha. Uja sovuq boshlanyapti. O, nima magazin ekan. Yana aytishlari bo'yicha Xomashda tepalikka yozilgan ekan, qaysi birgadir suv sathidan, dengiz sathidan 4000 metr balandlikda joylashgan deb. Uch xil yemish oldim, pechonni, vafli, shunaqalar bor ekan. Ichimlik oldim, endi suvga uzoqroqman. Bironta joy o'tirib yeb olaman. Qishloqda orqa tomondan aylanib chiqib ketaman shekilli. Bu qishloqda bu yoqdan ko'rinishi. Daraxt juda ko'p lekin. Oddiy hayot, sokin hayot. Bu yerda maktab bor ekan. Qaranglar, zamonaviy chiroyli maktab ekan. Menimcha filial maktab qayergadir. Yo, to'g'ridan to'g'ri o'zlarining katta maktabi asosiy. Shu daraga qarab ketyapman bu yoqqa men, mana yo'ldan. Oq yo'l tilayapti menga. Eson-omon yetib ol deyapti. Men o'na joydan chiqib ketgan edim. Shu toshlar orasidan. Bu yoqdan qaytyapman endi. Menimcha bu tomondan ketishim kerak ekan, chiqyapman chunki podyom kamroq ekan. Mana uni o'ldirib qo'y dedi, o tepalarga chiqquncha. Shu yoqqa bordilar yo'l. Resi podyom ekan. Daraga qarab tushib ketyapman endi.
Qarilar chiqish juda qiyin bo'lganida tushish oson bo'lyapti. Menimcha tezroq yetib olsam kerak. Sizlar tushunishingiz uchun pastda daraxt turibdi-yu. Shu daraxtning yoniga tushaman hozir. Shu yerdan chiqib keldim. Pastlik undan ham pastlab ketaverish, nari tarafdan yurib ketaman endi. Bu yerda molini bahorga olib kelgan, qaytarib olib ketgan kasblik hamrohlar juda qoldi. O'sha kasbini Vore, Zarmas degan qishloqlarda yashashar ekan. Toshqo'rg'ondan ekan o'zi aslida. Toshqo'rg'ondan ko'chib ketishgan ekan bular ham. Ota-bobolar, otalari ko'chib ketgan, qarasam. Shular bilan birga ketib olaman endi, qo'yapti-ko'rim, qanday borib olaman ekan. 2 soat yetib olamiz deyapti. Iloji boricha chiroyli videolar qilishga harakat qildim. Qo'llab-quvvatlaysizlar baribir va keyingi videolarimizni kutasizlar. Yakkabog'ni chiroyli joylari juda ham ko'p hali. Sizlarga iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Bugun qandaydir energiya yo'q, energiya shuning uchun gapirishim energiya bilan chiqmayapti. Va qo'llab-quvvatlab turasizlar, har xil holatlar bo'ladi, har xil kayfiyatlar bo'ladi. Har doim birga bo'lishimiz kerak baribir. Chiroyli fikrlarni qoldiringlar. Qo'llab-quvvatlanglar. Qorin to'ydirib oldik, Xudoga shukr. Endi yo'lga otlanamiz. Kuzatganinglar uchun, oxirigacha ko'rganinglar uchun, obuna bo'lib ko'rganinglar uchun kattakon rahmat hammanglarga. Sizlar uchun videolar qilyapman chiroyli qilib. Bu joyda 12 burum deyilar ekan. Manaqa burilishlar qilgan odamlar yog'ochlar qo'yib tagiga, ustidan toshlar qo'yib, u tepaga chiqib ketiladi. 2 yillar avval mana shu burumdan chiqayotgan yoki tushayotgan odam shunday ko'mir koni bor ekan hozir. Anaqa tashkilotlarga o'tib ketgan ekan, odamlar u yerdan ko'mir olib kelishar ekan. O'ziga yetarli aholi ishlatgani. Shu yerda yiqilgan ekan, burni bilan tushgan ekan, muzlamada, sovuqda. 2 kun qolib ketgan ekan. Keyin 2 kundan keyin kimdir o'tib olib ko'rgan ekan. Halok bo'lgan ekan-da shu yerda. Mana shu o'rtada.